Bugun sizlar bilan DTP kasalligi to'g'risida gaplashamiz. Xo'sh, DTP kasalligi o'zi qanday kasallik va bu kasallikning kelib chiqish sabablari nimalar bo'lishi mumkin hamda DTP kasalliklarning qanday turlari uchrashi mumkin? Kuzatib boring va bu to'g'risida ma'lumotga ega bo'ling. DTP kasalligi bu detskiy serebralniy paralich yoki bolalar miya falaji kasalligi bo'lib, asosan DTPda bolalarda harakat faoliyatini buzilishi kuzatiladi va ko'p hollarda mana shu harakat faoliyatini buzilishi bilan birgalikda nutq faoliyatini orqada qolishi, ruhiy faoliyatni buzilishi, aqliy faoliyatni buzilishi hamda ayrim bemorlarimizda talvasa xurujlarini birga kelish holatlari ham kuzatiladi. DTP kasalligini paydo bo'lishiga olib keluvchi asosiy sabablarni sanab o'taman. DTP kasalligiga olib keluvchi sabablar 3 xil bo'lishi mumkin. Birinchi sabab bu homiladorlik davri, ya'ni homilani qanday kechishi. Ikkinchisi tug'ruq vaqti hamda uchinchisi erta bolalik davri. Xo'p, keling endi har bittasi bo'yicha alohida gaplashib o'tamiz. Ya'ni birinchisi homiladorlik davri, homilani qanday kechishi bolani sog'lom dunyoga kelishiga juda ham katta ahamiyatga ega. Ya'ni homiladorlik davrida homilador onadagi mavjud bo'lgan kasalliklar bo'lishi mumkin yoki homiladorlik davrida onani yuqumli kasalliklar bilan kasallanishi, homiladorlik davrida onadagi noodatiy odatlar, ya'ni onani alkogol mahsulotlarini iste'mol qilishi yoki sigaret chekishi bo'lishi mumkin yoki qandaydir narkotik mahsulotlarni qabul qilishi, bularni hammasi o'zini homilaga, ya'ni ta'sirini o'tkazadi. Ya'ni onadagi mavjud kasalliklar deb aytib o'tdim. Masalan, ona qandli diabet bilan kasallangan bo'lishi mumkin yoki onada anemik holat bo'lishi mumkin, anemiya, kamqonlik kasalligi bo'lishi mumkin yoki ona homiladorlik paytida o'sha qandaydir yuqumli kasallik bilan yoki qizamiq yoki qizilcha, shunga o'xshash yuqumli kasallik bilan kasallangan bo'ladigan bo'lsa, bu holatlar ham o'sha homilada bosh miya rivojlanishida o'zini nojo'ya ta'sirlarini ko'rsatib qoladi. Ikkinchi sabab bu tug'ruq davridagi sabablar bo'lishi mumkin. Ya'ni erta tug'ruqlar, ya'ni muddatiga yetmay chaqaloqni dunyoga kelishi yoki muddatidan o'tib ketish natijasida chaqaloqni dunyoga kelishi yoki tez kechadigan yoki uzoq kechadigan tug'ruqlar bo'lishi mumkin yoki homilador onalarimizda o'sha chanoq sohasini kichkinaligi bo'lishi mumkin. Bularni barchasi o'sha tug'ruq davridagi bolalar boshida travmalarni paydo bo'lishiga va bu o'z navbatida bolalarda DTP kasalligining rivojlanishiga sabab bo'lishi mumkin. Uchinchi sabab erta bolalik davrida, ya'ni o'sha bolani hayotini 6 oygacha bo'lgan davrda bolani biror bir kasallik bilan og'ir kasallanishi va bu kasallanishni o'zini navbatida markaziy nerv sistemasiga ta'siri natijasida DTP kasalligining rivojlanishiga sabab bo'lishi mumkin. DTP kasalligini harakatni chegaralanishiga qarab hamda mushaklar tonusini holatiga qarab 6 ta turi farq qilinadi. Birinchi turi bu spastik tetrapariz turi deb ataladi. Bu spastik tetrapariz turi DTP kasalligining og'ir turlaridan biri hisoblanib, bunday bemorlarimizda harakat ham ikkala qo'lda ham ikkala oyoqda chegaralanadi. Ikkinchi turi bu spastik diplegik turi hisoblanadi. Spastik diplegik turida yoki ikkita qo'lda yoki ikkita oyoqda harakatni chegaralanishi bilan xarakterlanadi. Va uchinchi turi gemiplegik turi. Gemiplegik turida bemorda harakatni chegaralanishi tanasini bir tomonda yoki o'ng qo'l o'ng oyoqda yoki chap qo'l chap oyoqda harakatni chegaralanishi bilan xarakterlanadi. Va keyingi turi bu diskinetik turi. Diskinetik turida mushaklar tonusi o'zgarib turadi. Biri mushaklar tonusini tortishini kuzatadigan bo'lsak, ko'payib ketishini, ayrim holatlarda bemor tinch yotgan holatlarda mushaklar tonusini pasayishi yoki normada bo'lgan holatlarni ham biz ko'rishimiz kerak bo'ladi. Va 5-turi bu atonik astatik turi deyiladi. Bu atonik astatik turida bemorlarimizda harakatning cheklanishiga asosiy sabab mushaklar tonusini juda ham past bo'lishini biz
ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va oxirgi turi, 6-turi aralash turi hisoblanadi kasallikni. Bugungi videomizda men DTP kasalligi haqida umumiy ma'lumot berib o'tdim. Bizni kuzatishda davom etsangiz, keyingi videolarimizda albatta DTP kasalligida kuzatiladigan boshqa klinik belgilar hamda DTP kasalligini davolash chora-tadbirlari, reabilitatsiya va DTP kasalligida kuzatiladigan prognozlar to'g'risida siz bilan gaplashib boramiz.